Assalomu alaykum akalar. Bugun sizlar bilan bizni Bobur ofishimiz. Akalar, videoni boshlashdan oldin men sizlarga bitta gapni aytaman. Buni yangi o'zim topdim. Sizlar nima deydi? Sizlar kommentariyaga to'xtanglar. Nima deyishim esimdan chiqdi. Короче, kommentariyaga Bobur Isar deb yozib berdinglar. Meni nima deyishim esimdan chiqib ketdi. Gap bu yurmayapti. Akalar, biz kreativda o'ynaymiz. Bu yoqda tapchanim bor. Nega aynan kreativda desanglar, chunki men kreativda o'ynaganim yaxshi. Asabim buzilmagan tinch yuraman. Mazza qilib kreativda xohlagan narsani olish mumkin. Buni sizlar ham daji bilasizlar. Chunki jonlida o'ynaganda nimadir zombi pomni o'ldirib ketsa, shuncha to'plagan narsangiz uchun achinasiz. Buni men bilaman. Asabingiz buziladi. Shuning uchun ham mana kreativda o'ynagan yaxshi. Bu yerdan o'zingizga kerakli bo'lgan narsalarni olishingiz mumkin bo'ladi. Hamma biladi, bu yerda hamma narsa borligini. Ba'zilarda mana shu narsa yo'q va ba'zilarda mana shu bolta ham yo'q. Bu o'q hamda bor bilaman. Sizlarda shunday qarotadigan bormi yoki yo'q? Buni ham kommentariyaga yozinglar. Men o'zimga bitta ot olayim, uzoqimni yaqin qiladigan ot olish kerak. Akalar, otga zakaz berish kerak. Tushamiz, qilamiz. Sen ulgur tushmami? Bitta slizmlardagi ham bor. Ham pandaniki ham bor. Otga qo'yaman. Otga o'tir. Doqil. Akalar, hozir 2 minut ot menga o'rganishi kerak. Hozir doqil. Taqbul. Bundoq qildi va bo'ldi. Endi botdan ketamiz. Ketdik otim. Nega qilib qoldingmi? Bu menga. Bunga bitta narsani olish zarur ekan. Birinchisi shunday kiyimni qilichga kirib hozir bo'laman. Bo'lmasam sizga otim qani? Bo'ldi. Otga taqdim endi. Akalar, qaranglar. Menda yana shu narsa sodir bo'lyapti. Nima desanglar, kanalimga o'tinglar. Qarang. Men bundoq chiqsam qor yog'yapti. Ko'ryapsizlar, botni yarmi uji 2ga bo'lingan. Bundan nariyog'i uji top-toza yam-yashil joylar, bundan buyog'i mana ko'rayotganinglardek qor. Endi qarab turinglar. Menda uji 2-marta bu takrorlanishi. Biz hozir bundoq pastga tushib borishimiz kerak. Bundoq borib ko'ryapsizlarmi? Yomg'irga o'tdi, bu yoqda qor yog'ayotgani bilinmayapti. Akalar, bu qanday effekt bo'ldi yana? Bu Minecraftning bagi deydim. O'tgan safar ko'rgan bo'lsanglar, bundoq bu yoqroqqa chiqsam, mana hozir. Agar men bu yoqroqqa chiqadigan bo'lsam, bu yerda yomg'ir pachki yo'qolyapti. Mana kuchukchalarim, ehtiyot bo'linglar. Mana qaranglar-da. Yoqda yomg'ir yo'q. Buni o'ldir iflosni. Meni galamimga teginyapti hali ular. Yoyib tasha kuchukchalarimni. Ko'ryapsizlarmi? Bu yoqqa o'tsam, oppoq qorchalar yog'yapti. Hozir
Men mana otni ipga bog'lab olishim kerak hozir. Otdan tushib turdi. İp topdim. İp o'zi shu yerda bo'ladi. Bu yoqqa bundoq qilib kuchukchalarimni kuchukchalarimni otni oldiga tashlab ketaman. Bu yoqqa kel otim. Sen shu yerdan uzoqqa ketib qolma. Men obunachilarimga ko'rsatib kelaman. Qaranglar akalar. Bu yana qanday effekt bo'ldi? Mana qor yog'ayapti. Ko'rib turibsizlar mana o'zingizlar ham. Oppoq qor pilusga o'xshagan. Bundoq uchib qayoqqa ketayotgan? Qor yog'ayotgandan yaxshi yo'l ko'rmayapti ham. Qop-qorong'i. Endi bu yoqqa o'tsam yomg'ir. Qor yo'qoldi. Bu yerda qor bor, lekin qor yo'qoldi. Bu yerda uy bor. Uy qani? Mana uy. Uyning ichida ham galem bor. Lekin uyni ko'rmayapti. Mana uyning ichida galem bor edi. So'qroqdan qarasam uy ko'rinmayapti. Bundoq kelsam uyim ko'rinyapti. Akalar, qarashim bu Xudoning mo'jizasi deb atadim. Bu effekt nega aynan borligini kommentariyaga yozib qoldiringlar. Qaranglar, nega bu bunaqa? Men o'tgangi safar ham xuddi shunday bo'ldi. Qarot. Mana bam bam bum 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 bum. Akalar, nega bundayligini yozib qoldiring kommentariyaga. Ha zombichalar. Otga minib olibdi. Otni ham zombi qilgan. Shu ot ikkalanga qo'shib yoradi kuchukchalar. Akalar, bu nimaligiga tushunmadim-ku, lekin seriozni bu meni o'ylantirib qo'ygan o'tgangi safar. Mana, men agar tapchanimda o'tiradigan bo'lsam, qor yog'yapti. Qor bu yoqda o'tyapti, bilasizmi? Bu yoqda sal palpashga o'tish mumkin. Kelinglar kuchukchalarim. Isinib olinglar. Akalar, men buni ko'rib maddam qochib qoldi. Xayr, sizlar bilan men Bobur official bo'ldim. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Boyagi aytgan gapim kommentariyaga Bobur Isar deb yozinglar. Boyagi gapimni endi esladim. Qaranglar, obunaga galla qo'yasizlar, like-ga zibachga qo'yasizlar. Bunalar, ya'ni mushuroslar. Akalar, qarochi sizlar bilan men Bobur official bo'ldim. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Kuchukchalar. Bu portlatar ekan, bu eshikni ochib yopyapti. Akalar, bu zo'r ekan. Sizlar ham modlisini torting. Wow, bu eshikni ochib yopar ekan bu. O'ldiramas kliklar shuna. Xayr akalar, bugungi videoda sizlar bilan men bo'ldim. Kuchukchalarimga prank qilib ketayin. Akalar, kuchukchalarimga prank. Oppa. Hamma maslahatlarni yechaman. O'payni narsalarimni tashlayman bitta. Meni o'lgan deb o'ylaydi. Kreativda o'lish. Xo'sh, bundoq. Hamma narsalarim cho'chilib ketdi. Kuchukchalarimni ahvolini ko'ramiz. Narsalar sochilib ketgan. Men o'zim ichiga kirib olaman. O'tni. Tepamni bugun demettos. Men bilan yopamiz akalar. Oppa. Bol suv o'tdi. Akava bo'lay. Akalar, boyaga aytgan gapim
kommentariyaga Bobirislar deb yozasizlar va obunaga kalla qo'yib like nima qilasiz? Kommentariyaga yozing. Like zbachska urasizlarmi? Yoki like bosasizlarmi yoki mush urasizlarmi? A. Mush urish. B. Like bosish. C esa mush urish yoki zbachska qo'yish. Uchalasidan bittasini kommentariyaga yozinglar. Xayr, bu videoni ko'rganinglar uchun rahmat.